80 yoshga operatsiya ko'pchilik qilmaydi, kerak bosh og'riq. Sen 80 ga kirding. Qo'y endi biz sana operatsiya qilmaylik. Borini ham yo'q qilishingiz mumkin. Bizga yaqinlashmasangiz ko'proq yashaysiz degan fikr ham bo'lgan. Seni davolashda imkoni yo'q. Bitta insonning hayotini tubdan o'zgartiradi. Kerak emas, qo'y umrini yashasin, tegmaylik deb. Bemor 180 ga kirgan bo'lsa ham kasal uchun kurashish kerak. O'zbek yiqilganda keladi. 79 ga kirib turib kasal bo'lish, ayniqsa onkologiya bilan og'rish bu ayb emas. Ayb 80 ga kirgansan, 79 ga kirgansan, seni davolashda imkoni yo'q deyishimiz bu bizning aybimiz bo'ladi. Bugungi Mavjon aka ham bizga keldilar. Men esimda fevralni boshida tanishganmiz, hozir aytib beradilar. Значит, oshqozon saratoni o'sha regionimizda eng ko'p uchraydigan, bizning territoriyamizning eng asosiy muammolardan biri va hali juda ham ko'p mehnat talab qiladigan yo'nalishlardan biri yana siz bilgan oshqozon saratoni. Mavjon aka, avvalambor sizga ming rahmat, sal balandroq gapiramiz. Sizga ming rahmat, shunchalik bana bugun intervyu berishga rozi bo'ldingiz, o'zingizni boshingizdan o'tkazganlarini ko'rsatishga, aytishga rozi bo'ldingiz. Biz siz bilan fevralni boshida tanishganmiz. Shu manga kelguncha nima sabab bo'ldi siz borib doktorga murojaat qilishga majbur bo'ldingiz? Ovqat yeyishdami, og'riqmi, nima bo'ldi? Men o'sha ovqat yeb yuraverardim. Ovqat qancha bo'lsa yeyman. Faqatgina mana bu yerga tiqilib qolardi. Choy bilan yeymanda boshqa og'riq bo'lmaydi, lekin tiqilib qoladi. Keyin kampir aytib borib uchrab ketdi. Borib o'zimizda ichak yutdim. Ular ambulatoriyaga onkologiyaga jo'natdi. Onkologiyaga jo'natgandan keyin sizning yarangiz og'ir. Buni davolash kerak dedi. Degandan keyin biz qisqasi operatsiyani bir so'rab ko'rdik. Yoshingiz katta. Quvvatingiz yetmay qolishi. Xuddi men aytganda 80 ga kirganda. Yetmay qolishi mumkin. Uning uchun sizga yuragingiz bardosh berish kerak dedi. Degandan keyin kelin biroq bu yerdan havolashib qolib, men sizlarga uchrashib, mana Xudoga shukr, umrimiz ham bor ekan, yaxshimiz. Hozir hech qanday o'sha ovqat tiqilib o'tish necha oydan beri yuruvdingiz? Qancha vaqt yurdingiz? Men bir 4 oy yurdim. Nimaga 4 oydan beri bormadingizmi? O'tib ketar deganmiz, o'zbekchalik bo'lganda. Shu eng katta aybimiz, bu o'zbekchilik o'tib ketadi. O'zbek yiqilganda keladi. Ha, o'zingiz bilargansiz. Men eslatib o'taman, oshqozon saratonining asosiy belgilari bu, значит, yuqori qismi bo'ladigan bo'lsa, xuddi amakimizda bo'lganday disfagiya, ya'ni ovqat o'tishini tiqilishi yoki ovqat yeganda tez to'yib qolish, sababsiz ozib ketish yoki axlatning qorayishi, agar ovqat o'tmaydigan bo'lsa, qusganda qon qusish, undan tashqari epigastral sohadagi tushunarsiz og'riqlar va boshqalar. Agar bunday holat bo'ladigan bo'lsa, albatta doktorga ko'rinish kerak. 4 oy yurish mumkin emas, chunki 4 oyda bu juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi organizmda. Birinchi bosqich 2, 3, 4 bo'lishi mumkin. Amaki qarang. Siz bordingiz, zond yutdingiz. Sizga nima deyishdi? Sizga saraton deyishdimi, nima deyishdi? Meni qulog'im eshitmagancha u nima deganini bilmadim men. Keyin shu qisqasi yara bor. Buni operatsiya qilish, nimani davolash kerak. Lekin endi qisqasi yoshingiz katta, haliga aytgan operatsiya qila olmasak kerak dedi. Tegmasak uzoqroq yashaysan deydi. Degandan keyin biz bu yoqqa keldik. Xudoga shukr, mana bu yerda davolanib yaxshi. Mavjon aka, qarang, misol uchun o'sha paytda dadangizga diagnoz qo'yildi, chunki bu shunaqangi jiddiy diagnozki, bu kerak bo'lsa bitta insonning hayotini tubdan o'zgartiradi. O'sha paytda sizga aytishganda xabaringiz bormidi? Bu yerda borini aytavering, bu yerda bekitgan hech narsa emas, chunki sizdan bizni ko'radigan odam xuddi sizga o'xshab, bizga o'xshab oddiy inson bu. Shuning uchun men tushunishim bo'yicha siz safarda edingiz. Safarda edingiz, u nimasi bizga endi og'rib qoldi deb aytishganda, keyin onkologiya degandan keyin o'zimiz sal o'ylaganmiz, onkologik kasallikda. Shundan keyin keldik, endi
bu yoqqa ungacha bular bu yoqqa kelishgan edi. Xo'p, sizda fikr bormidi? Misol uchun boshqa joyga olib boraman, qanaqadir chetga olib ketaman, borib ko'rsataman. Chunki bir marta siz dadangizga отказ qilishganda operatsiyani qilmaymiz, ya'ni davolamaymiz, chunki yoshi 80 ga kirgan. Hozirgi, bir tomondan gap ham to'g'ri, chunki hozirgi zamonda 80 yoshga yetish o'zi ham muammolida. O'zimizda olib bordik, faqat ximiyani o'zi bilan davolaymiz deyishdi. Bu operatsiyaga dedi, yoshi katta, nimasi bardosh bermaydi deb ular qo'rqishdi u narsadan. Hayolingizga kelmadimi, misol uchun bir chetga olib ketaman deb, qanaqadir Turkiyaga? Chunki hozir bu moda bo'lganda sal yaxshi tomoni bo'ladi, chunki chetga borganlar faqat yaxshi tomonni ko'rsatadi-da, undan tashqari qancha boshqa nimalar ham ko'rsatishmaydi. Chetga olib ketish masalasi bo'lganmi sizda fikri? Yo'q, biz oilada biz ko'proq masalan Qozog'istonda tashqarida bo'lganimiz uchun Chimkent nimalar ko'proq shu Toshmiga bitadi kasallarni. Naborat O'zbekistonga qaytib keladi davolanish uchun. Nimalari shu yoqqa bitsa Toshmiga. Shuning uchun biz birinchi shu tomonlarda o'ylaganmiz. Do'da, mana bu yerga keldingiz, sizni tekshirdik, boshqatdan qildik hammasini. Tekshirishlar bizda yaxshimi yo o'zingiz yashaydigan joyingizda yaxshimi? Qayerda qulay, oson? Bu yerdagi tekshiruv bilan bu yerdagi tekshiruvni farqi juda katta. Shu farqi bor, xo'p. Farqi juda katta. Yerdagi, masalan, men icha yutdim, haligi manaqa sondiqqa kirdim. Ana shu vaqtda ham bu doktorlarda tekshirib nima qilib turishlari, anaqa yurak doktorga bordik, u yerdagini ham tekshirishlari, u yerdagilar bilan bu yerdagini endi to'g'ri, gapingiz to'g'ri, hamma o'zini sharoitida metodi bo'ladi, ishlaydi-da, bu gapingiz to'g'ri. Значит, hamma keldilar, biz tekshirdik, eslatib o'taman, tekshirishga asosiylardan biri bu gastroskopiya, ya'ni kamera bilan kirib turib, ko'rib, o'sha oshqozondagi yoki oshqozon boshlanishidagi to'liq muammolarni bilib, u yerdan biopsiya namuna olib tekshirish uchun o'rganish kerak. Ikkinchisi, kompyuter tomografiyasi qorin bo'shlig'ini albatta vena orqali kontrast bilan ko'krak qafasini kompyuter qilish kerak, tomografiyasi, va ayol kishi bo'lsa albatta tuxumdonlarni ko'rish kerak. Biz tekshirdik, o'rgandik va значит birinchi etap bilan albatta ximioterapiyadan boshlash kerak. Nima uchun? Chunki limfa tug'ularida o'zgarishlar bo'lganligi uchun. Biz amakiga ximioterapiya maslahat berdik, lekin ximioterapiya qilishdan oldin biz amakini tayyorladik. Chunki 80 yoshda ximioterapiya qilib keyin kelajakda operatsiya qilish bu juda ham katta bir vazifa, qo'pol qilib aytganda. Lekin buni biz, menimcha, fikrimiz bo'yicha biz sababchimiz, biz harakat qildik, natijasini oldik. Amaki biz sizga ximioterapiya qilaman deganda, misol uchun operatsiya emas, biz doridan boshlaymiz deganimizda nima fikr keldi sizga? Nima? Biz sizga birinchi dori bilan boshlaymiz dedik, esingizda bo'lsa, operatsiyani keyin dedik. Nima fikr keldi sizga? Aytib o'ylamadingizmi? Bular men uni operatsiya qilmaydi ekan dedim-da men avval. Dedim, keyin Sardor aytdi, oldin dedi, biz dedi ildizni kuydirib olishimiz kerak. Kuydirib olmasak, hozir olib borib biz endi aptashashimiz mumkin. Ildiz qolgandan keyin yana chiqadi. To'g'ri. Deb shunday dedi. Men keyin shuni tushundim. 4 ta kurs ximioterapiya qildik. Amaki qarang, shu ximioterapiya sizga o'sha ovqat o'tadigan paytga nisbatan sizga qanaqadir yordam berdimi ovqat o'tishiga? Ha, yaxshi. Nima o'zgardi? Men birinchi ximiya olganimda o'sha men yerda tiqilish to'xtagan. Birinchi keyin haligi ishtahom bo'lmay yurdi. Shunda ham ertalabda uydaligi manna kasha, sulga ovqat, manchaqa suyuq ichaman, choy ichmayman. Hozirgacha ham choyni kam ichaman. Nimaga? Ishim kelmaydi. Lekin ta'mi yo'q. Hamma narsaning ta'mi yo'q. Keyin ovqatni yegan narsam shu birinchi ximiyani o'zida ravon o'tib ketaveradigan bo'ldi. Men tuzaldim degan xayolga ham borib qoldim-da. Yo'q-da, yo'q. Yaxshi tomoniga bu nima bo'lgan? Yordam berdi sizga. Ha. 4 ta kurs ximioterapiya qildik. 4 ta kurs ximioterapiyadan keyin yana boshqatdan to'liq tekshirishlar o'tkazilgandan keyin yuqoridagi sanab o'tilgan mana bemorimizda частичная regressiya, ya'ni o'smani 50% ga kamayishini biz 50% ga kamayishiga biz erishdik. Bu juda ham zo'r natija. O'shaning uchun keyingi etap bilan biz bemorga operatsiya masalasini taklifini
taklif berdik. Sizda bo'lsa, sizga biz operatsiya qilish kerak dedik, aytdik, o'ylab ko'ringlar, chunki yoshingiz katta, o'ziga yarasha xavf-xatari bor. Siz operatsiyadan qo'rqdingizmi? Nima bo'ldi? O'sha operatsiya qilish kerak deganda. Operatsiyadan keyin yaxshimi? Yo'q, operatsiya qilishdan oldin sizga operatsiya kerak deganda, sizda qo'rquv bormidi, yo'qmidi? Yo'q, men umuman hech narsadan qo'rqmayman. Biladi-chi, o'g'ilda-chi. Yo'q. Biz ham shunday o'ylanganmiz. Nimaga? Yosh kattaligi uchun. Xo'p, Baribir. kimdir oilada qildirmaymiz deganmi? Kerak emas, qo'y, umrini yashasin, tegmaylik deb. Yo'q, unaqa doktorlar va bilgan deb ko'nganmiz. Unaqa qarshilik bo'lmagan. Menimcha biz yaxshi qildik. Operatsiya qanaqa bo'ldi? Bir Operatsiya? yaxshi bo'lganini men ham bilaman. Siz ani o'ylagandan og'irroqmi, yengilroqmi? Operatsiyadan keyingi davr. Men uni unchalik farqini bilmadim. Menimcha operatsiya yaxshi bo'ldi. Operatsiya zo'r bo'ldi. Men misol uchun o'ylagansiz-ku, operatsiyadan keyin qiynalaman, har xil dorilarni olaman. O'sha o'zingizni o'ylaganingizga nisbatan yengilmi yo qiyinroqmi? Yengil bo'ldi. Yengil bo'ldi. Undan keyin yana bitta nima endi aytish kerak bo'ladi. Mana prezidentni qarorini ham bu yerda bajarildi. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Prezident qarori ham bajarildi. Chunki endi ko'p nimani o'rtasida har xil borda buyruq bo'ladi, qaror bo'ladi, amalda bo'lmaydi. Lekin mana meditsinaga aytgan narsasi bo'ldi. Sababi men shundan foydalandim. Amaki, mana shu ko'rib turgan sharoitingiz o'sha yurtboshimiz orqasidan, o'sha yurtboshimiz yordam berib, onkologiyaga alohida e'tibor beriladi. Shunday ekanda. Imенно shu onkologiya uchun alohida e'tibor. Tibbiyot boshqa, lekin onkologiya boshqa. O'shaning uchun shuncha sharoit, shuncha yaratilgan. Eng asosiy onkologiyaga shu qaror chiqarganidan, buyruq chiqarganidan shuni yordam berasan, qilg'izirasan aytgandek ana shu bo'ldi. Menimcha zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Значит, 16-iyulmi hozir? 16-iyul kuni shu Asqar Anvarovich birgalikda butun bo'lim bilan birgalikda laparoskopik usulda, ya'ni kam invaziv, yuqori texnologik nomlari ko'p usulda, ya'ni katta razrezsiz kesmasdan turib, oshqozon butunlay olib tashlanib, o'rniga ingichka ichakdan boshqatdan oshqozon yasaldi. Hammasi zo'r, to'g'ri. Operatsiya payti oson o'tdi, har doimgidek deya olmayman-ku, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bilan o'tdi. Lekin biz uddaladik buni. Bu ish bizning qo'limizdan keldi. Biz yordam bera oldik. Chunki bilasizmi, agar bemoram deb bo'lmaydi, sog'ayib ketgansiz. Sizda kayfiyat yaxshi bo'lsa, bizda ham kayfiyat zo'r bo'ladi. O'sha kuni kechasi 1da esingizdami kelganimiz hammamiz? Birda keldinglar-da. Kechasi 1da hammamiz yig'ildik. Hech kimda kayfiyat yo'q edi. Chunki sizda kayfiyat yo'q edi. Bu yerdan rozimisiz shu dargohdan? Xudo xolasa rozimiz, ming marta rozimiz. Chunki balki kelmaganimda operatsiya qildirman, u yoqqa ham bormaganda qanday kun bo'lardi, yaqin Xudo bilan. Ya, uni biz bilmaymiz. Meni fikrim bo'yicha nasha to'g'ri qildik biz. Yoshimiz shuncha 80 da bo'lsa ham mana davolanib, hozir endi yana yaxshimiz. Endi ovqat yesak, quvvatga kirsak, 120 ga kirasiz nasib. Niyat qilish kerak, 150 ga kiraman, 120 ga kiraman, xuddi shu ko'rinishda deb. Aytganingiz kelsin. Shuning uchun doda sizga ming rahmat. Bugun rozi bo'lib shuncha gapirib berdingiz. Buni kimdir ko'radi, balki kimgadir bu video yordam beradi. Menda ham og'riq bor, ket tekshirtirib ko'ring deb. Chunki har doim oshqozon saratonini davolagandan ko'ra uni oldini olish bu juda ham oson. 40 ga kirgan bo'lsangiz, 1 yilda 1 marta ko'p poliklinikalarda bepul qiladi. Borib shu kamera bilan oshqozonni tekshirtirish kerak. Ya'ni fibrogastroduodenoskopiya, gastroskopiya qilish kerak. Juda qimmat tursa 300 ming, 400 ming so'm bo'ladi. Bunaqa 500 ming so'm bo'ladi. Примерно shunaqa summa bo'ladi. Lekin biz oldini oladigan bo'lsak, ya'ni boshlang'ich bosqichda yoki boshlanishdan oldingi davrda ushlaydigan bo'lsak, bu degani 100% oshqozon saratonidan qutulib ketish kerak. Nima uchun? Chunki bizning regionda oshqozon saratoni top 3talikka kiradi. Eng ko'p uchraydigan saratonlardan biri bo'ladi. O'shaning uchun
ozgina o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, ozgina o'zimizga e'tibor berishimiz kerak. Albatta kanalga obuna bo'ling. Bunga o'xshagan videolar juda ham ko'p. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, boshqalarni ham albatta ko'rasiz, chunki bu sizga aniq bilaman qiziq. Kommentariy qoldiring, hammasiga javob berishga harakat qilaman.